Bugun quvonchimning chegarasi yo'q. Buni sizlar bilan bo'lishgim keldi. Sababi bugun Rossiyadan O'zbekistonga qaytmoqdamiz. Rizq berguvchi Alloh O'zbekistonda ham o'z rizqimizni topishni nasib qilsin. Allohga tavakkal qildik. Barcha musofirda yurgan birodarlarimizni Alloh panohida asrasin. Topganlariga baraka bersin. Qisay kamallarga baraka berib, o'z yurtimizga sog'-omon farzandlar oldiga qaytishlikni barcha musofirlarga nasib qilsin. Ertaga inshaalloh farzandlarim va yaqinlarim bilan diydor ko'rishlik nasib qilsin. Rossiyada milliard topishimiz mumkin, lekin o'z yurtimizda hech narsa teng kela olmaydi. Shukrlarga yetkazgan Allohimga shukrlar bo'lsin. Har bir yurtdoshimiz o'z yurtimizga sog'-omon qaytishlikni nasib aylasin.